Gingrich bilan suhbat 5. Xitoy Kompartiyasining o'zgarishi mustabid hukmronlikni rivojlantirdi. Tarjim qiluvchi Uyg'ur Pidoi tarjimonlar guruhidan Javlon. 2019 yili 9 noyabr. Maqolaning bu qismida Gingrichning Xitoy Kompartiyasi hokimiyatiga bo'lgan klassik ko'z qarashlari o'tirib qo'yilgan. Kishilar Xitoy Kompartiyasi o'zgaryotdi deb qarab qoldi. Amaliyotda u o'zining mustabid hukmronligini rivojlantirayotgan edi. Gingrich nihoyat o'zgacha odam. U 1960-yildan boshlab Sunzining harbiy ishlar dasturini tadqiq qilishni boshlagan. Keyin Mao Zedong asarlarini tadqiq qilgan. U men Xitoyning, ya'ni Xitoy Kompartiyasining tuzumini yaxshi tushunaman deb qaragan. Ammo keyin o'zining butunlay xatolashganligini his qilgan. Chunki u aslida har bir davlat rahbari islohot qilib, davlat ahvolini yaxshilashni o'ylaydi deb qaragan. Masalan, Deng Xiaopingning 1992-yili Janubni ko'zdan kechirganda Xitoy iqtisodini cho'qim taraqqiy qildirishni, cho'qim bozor egaligiga qarab mengishni aytgan. Uning yana shu chaqda aytgan oq mushuk, qora mushuk, chashqan tutgan yaxshi mushuk degan mashhur so'zi bor. U chaqda Gingrich ko'zitib beqib, balkim ular, ya'ni Xitoy Kompartiyasi rahbarlari qandaq ong formatsiyasi bo'lishidan qat'iy nazar, xalq turmushining hammadan muhim ekanligini his qilishdi. Ular amaliyotda kapitalistik tuzumning bakrak chashqan tuta oladiganligiga ishondi deb o'ylagan. Gingrich shu chaqda nurg'un amerikalik Xitoy Kompartiyasi olg'a ilgariladi. Islohot echivitishdan keyin xalqaro jamiyatga kirdi. Ondan barbara siyosiy jihatdimi echivitishga qarab mangdi deb o'ylaydi deb qarag'ashqa Xitoyning dunyo savdo tashkilotiga kirishini qo'llagan. Ammo u men shu chaqda butunlay xatolashib ekanman deydi. Uning deyishicha u Deng Xiaopingning aytganlari va qilganlarini tamoman xato tushunib olgan. Amaliyotda Deng Xiaopingning iqtisodiy islohot elib berishi Xitoy Kompartiyasining mustabid hukmronligini mustahkamlash uchun bo'lib, G'arbning bozor egiligi g'oyasi bilan qat'iy o'xshamaydi. Yana kelib ular Sharqiy Yevropa qizil hokimiyatlarining g'ulab tushishini tadqiq qilib, uningdan mundaq savoq olgan. Xitoy Kompartiyasi hargiz rahim qilmasligi, boshqacha fikrlarni bostirishi, g'ayriy siyosiy qarashdagilarni ko'zdan yo'qotishi, eng bo'lmaganda so'lab qo'yishi, shu orqali o'zining mustabid hokimiyatini qo'g'dish kerak. Shunga Xitoy Kompartiyasi xalqning turmushini burunqidan ozroq yaxshilash orqali ularni hokimiyatga qarshi chiqolmaydigan qilish uchun islohot va ishni echib etish siyosatini yo'lga qo'ygan. Gingrichning oxirgi so'zi nihoyat esil. Biz Xitoy Kompartiyasi o'zgarib normal siyosiy partiyaga yoki shu partiya rahbarligidagi davlatga aylandi deb yurganimizda, u o'zining mustabid hukmronligini zamonaviylashtirayotgan edi. Kompartiya tarix sahnasidan o'zligidan chekinmaydi. Amaliyotda nurg'un Xitoylar shunday o'ylagan. Bizmi Xitoy davlati taraqqiy qilsa, cho'qim yaxshi davlatga aylandi, hukumatmi insofi bor hukumatga almashidi deb qaragan. Ammo bu yerda sal qaralgan bir nuqta bor. Gingrich Kompartiya davlatlarining hokim mutlaq ekanligini to'nib yetgan bo'lsa-mu, uni bo'sh chaqlab qoptiman deydi. Bu gap to'g'ri, ammo 100% to'g'ri degilim bo'lmaydi. Biz uning o'z hukmronligini qo'g'dashdiki qat'iy va mustahkam irodasiga sal qaradik deyish kerak. Chunki u 70 yillik hukmronligi davomida nurg'un qabih, razil ishlarni qildi. Buni kim obdan biladi? O'zlari obdan biladi. Shunga ular to'xtamay odam o'ltirib, jinoyat o'tkazib, qon qarzlarga bo'g'ilib qolganda jon talashidi. Ammo mag'lubiyatiga tanbamaydi. Agar mag'lub bo'lsa, rasvos chuviladi. Ondan hukmronlar o'zlari va oilasining uningdan manfaatlangan huquqdorlar tabaqasining halok bo'lib, o'ligining talada qolganligini obdan bilishidi. Shunga Kompartiya jon saqlash va o'zini qo'g'dash uchun o'z hokimiyatini qattiq qo'lliq bilan davomlashtirdi. Shunga Kompartiya hokimiyati o'zini o'ngshimaydi. Gorbachev zamonasidami Kompartiya uningga qarshi hujumga o'tib, uni og'dirib o'tmoqchi bo'lgan. Hech qanday Kompartiya tarix sahnasidan o'zligidan chekinmaydi. O'lgicha ilishib boqadi. Mana bu Kompartiyaning haqiqiy mohiyati. Ikki misol Xitoy Kompartiyasi hokimiyatining qanday saxta o'yinlarni o'ynaganligini yechib berdi. Gingrich Xitoy Kompartiyasining o'zining mustabid hokimiyatini qanday zamonaviylashtirganligini bayon qilgan. Uning keltirgan misollar ajoyib. U mundaq deydi: "Bugun taratqularda chiqayotgan yoki universitetlarda so'zlanayotgan qarab beqing. Ular Xi Jinpingni qanday ta'riflaydi?
Ши Цзиньпин әмілиятта 90 миллион әзасы бар Xitoy Компартиясының баш секретары. Mana bu uning eng cho'ng huquqi. U yana Xitoy Xalq Ozodlik Armiyasi Harbiy komitetining raisi. Halbuki Xitoy Xalq Ozodlik Armiyasi amaliyotda hukumatning armiyasi emas, Xitoy Kompartiyasining armiyasidir. Uchinchidan, u Xitoyning raisi. Ammo Xitoy Kompartiyasi azaldan bundaq demaydi. Ular uni normallashtirib Xitoy davlat raisi Xi Jinping deb ataydi. Gingrishning so'zini texmi to'g'rilasak, Xi Jinpingning birinchi amili va eng cho'ng amili Gingrish aytgandek Xitoy Kompartiyasining bosh sekretarligi. Chunki Xitoy Kompartiyasi Xitoydagi eng cho'ng partiya. Xi Jinping ana shu cho'ng tashkilotning bosh sekretari. Ikkinchi cho'ng amili Harbiy ishlar komitetining raisligi. Chunki harbiy qo'shin Kompartiyaning o'z qo'shini. Shunga bu Xi Jinpingning ikkinchi amili hisoblandi. Uchinchi amili davlat raisligi. Ammo Xinhua agentligi davlat raisi deganni tarjima qilganda Xitoy raisi demaydi. To'g'ri tarjimasi aslida mushu bo'lishi kerak edi. Ammo ular uni anglamoqqa Amerikaliklarnikiga o'xshasin deb Xitoy prezidenti deb tarjima qilib oldi. Ikkinchi misol. Gingrich Xi Jinping so'zlab yurayotgan Xitoy orzusiga diqqat qilgan. Xitoy orzusi degan nima? Xitoy orzusi Kompartiyaning g'oyasi. Davlat mavjud bo'lganda xalq baxtli bo'ladi. Amerikaning g'oyasi bo'lsa buning aksicha. Xalq baxtli bo'lganda kuchli davlat mavjud bo'ladi. Xi Jinping davatgan Xitoy orzusi davlatni ta'kidlaydi. Amaliyotda bu hukumat bo'lmay nima? Uni inglizchaga tarjima qilganda China Dream deydi. Ammo Xinhua agentligi uni Chinese Dream deb tarjima qilib keldi. Shunda qilganda chet elliklar bir anglasila uni Xitoylarning orzusi deb tushundi. Demak, u so'zning eksport nusxasi davlat ichiga tashviq qilinadigan yana bir xil nusxasi bo'lib, Kompartiya o'xshamagan usul bilan o'z maqsadini ishga oshirdi. Hozirgi Xitoy Kompartiyasi Lenincha mustabid partiya sistemasidir. Gingrich hozirgi Xitoy Kompartiyasiga aniqlik bergan. Uning qarashicha hozirgi Xitoy Kompartiyasi Lenincha mustabid partiya sistemasidir. U nimishqa bundaq deydi? U bu kitobini yozayotganda Xitoy Kompartiyasining yuqori darajalik bir amaldorini uchratgan. U mundaq deydi: "Qani tushuntirib boqana. Xitoy nimishqa millionlagan Xinjianglik, ya'ni Sharq Turkistonlik Uyg'urni o'lim lageriga solib oldi?" deb so'rasam, u chiroyini hech o'zgartmay turib, "Sen uni emgak bilan o'zgartish lageri desang bo'lmaydi. Uni yotoqlik maktab deb qarashing kerak. Biz u Uyg'urlarni texmi yaxshi Xitoy puhrasi qilib tarbiyalaymiz. Ularga yaxshi bo'lsin deymiz. Shug'inisi uya Plymouth bilan qo'g'dildi" dedi. Gingrich yana Falun Gong harakati to'g'riliq misol keltirib mundaq deydi: "Ba'zi Kompartiya a'zolari bir mezgil Falun Gongni mashq qilgan bo'lsa-mu, Kompartiya keyin uni o'zlariga tahdid hisoblaydi. Nemishqa? Chunki Falun Gongning eng cho'ng aloyidligi u kishilarga samimiylikni o'rgatadi. Ammo hokim mutlaq davlatda hamma odam hukumatning gapini anglashi, biror tanqidga sodiqlik bilan agashmasligi kerak. Shunga o'tgan 20 yilda Xitoy Kompartiyasi Falun Gongchilarni izlab tepib o'ltirdi. Hatto ularning ishki a'zolarini sug'urib oldi. U yana mundaq deydi: "Falun Gong hayotlik diniga o'xshaydi. Kishilarni yashash usuli jihatdan saplashtirdi. Garchi Falun Gong ziyonkashlik uchirsa-mu, uzluksiz tarqaldi. Ammo Xitoy Kompartiyasi Falun Gongchilarni har kuni o'ltirdi, har kuni tutqun qildi." Gingrichning aytishicha, Xitoy Kompartiyasining bundaq terrorlik hukmronligida har qanday odam ko'zdan yo'qotilishi mumkin. U yana Fan Bingbingni tilga oldi. Bu ayol cho'lpon Xitoyda nihoyat mashhur, nihoyat boy bo'lsa-mu, Xitoy Kompartiyasi uni yo'qotib etib, oxirida jinoyatini iqror qildirishi mumkin. Shunga Gingrich mundaq deydi: "Ularning maqsadi birini o'ltirib, mingga ibrat qilish. Yana ular mayli sen qanchalik mashhur, qanchalik huquqdor bo'lib ket, oxirida seni yo'qotib etalaydi. Odatdagi odam bo'lsang, texmi shundoq qilaman demoqchi." Xitoy kishilik huquqining aniq alomati. Xitoy Kompartiyasi o'z puhralariga qanday muomala qilsa, boshqa davlatlarga ham shunday muomala qiladi. Gingrich Trumpning Xitoy Kompartiyasi bilan elishishi nomli kitobida mundaq deydi: "Xitoy Kompartiyasi o'z puhralariga qanday muomala qilsa, kuchayib olgandan keyin boshqa davlatlarga ham shunday muomala qildi. Xitoyning kishilik huquqi buning aniq alomatidir." Gingrich yana Xitoy Kompartiyasi hokimiyatining mohiyatini tushuntirdi.
Yana bu hokimiyat sal ojiz vaqtida o'z puhralarga, kuchaygan vaqtida bo'lsa boshqa davlatlarga zarb berdi. O'z puhralarga qandoq muomala qilgan bo'lsa, boshqa davlatlarga ham shundoq muomala qildi. Mana bu Amerikaning uningdan saskinib ketgan yeri. Gingrich yana NBAning ishi to'g'riliq to'xtaldi. Xitoy-Sovet munosabatining yomonlashishidan ma'lum fursatni pamlagan Amerika 1971-yili Xitoy bilan tik-tak-top diplomatiyasi orqali uchrashib, 1972-yili diplomatik munosabat o'rnatgandan keyin Xitoyning iqtisodiy qurilishi va fan-texnik taraqqiyotiga yordam berib keldi. Xitoyning nurg'un fan-texnikasi va harbiy ishlarining zamonaviylashishi Amerikaning yordamidan kelgan. Amerika bularning hech qaysisini davron qilmadi. 1991-yili Sovet ittifoqi yemirilgandan keyin Amerika yana Xitoyga yordam berishni davomlashtirdi. Sovet parchalanib so'g'uq munosabatlar urushi oyoqlashgan bo'lsa-mu, Amerika yana Xitoydan umid kutdi. Xitoy o'zgarib yaxshi davlatga aylanadi. Hokimiyatmi yaxshi hokimiyatga almashidi deb qaradi. Gingrichmi agar Xitoyni taraqqiy qildirsak, kuchaytsak, zamonaviylashtirsak, u cho'qim o'zgardi deb qaragan. Mana bu Amerikaning necha 10 yildan buyonqi maqsad nishoni edi. Bu haqdagi tafsiliy ma'lumotni Janfeng vaqti degan programmadan anglasanglar bo'ladi. Amerika haqiqatan Xitoyga davron salmasdan yordam qildi. Amerika va Xitoy xalqi Amerikaning Mao Zedongning oxirgi yillaridan Deng Xiaoping davrigacha Xitoy kompartiyasiga qanchalik narsa berganligini bilmaydi. Gingrich oxirida mundaq xulosa chiqardi. Biz butunlay xatolashibdik. Biz Xitoy kompartiyasining mohiyatini bilmabdik. Amerika bilan Xitoyning elishishida o'tir mavqe yo'q. Ham har ikki taraf tang g'alaba qilgan ish yo'q. Gingrich oxirida natijalarni xulosalab mundaq deydi. Xitoy kompartiyasi ya Amerikani bo'ysundirdi, yoki Amerika kuchayib Xitoy kompartiyasi uningga xiris qilinmas bo'ladi. U bu elishishda o'tir mavqening yo'qligiga ishindi. Haqiqat bilan razillik azaldan o't bilan sudek sig'isha olmaydi. Ham birga mavjud bo'lib tura olmaydi. Ba'zilar Amerika bilan Xitoy tang g'alaba qiladi deb qaraydi. Agar Xitoy kompartiyasi o'zgarmasa, bu ikki davlat tang g'alaba qila olamdi? Biz Amerikalik Xitoylarga nisbatan aytganda, o'tir mavqega qisilib kirib olgandan ko'ra, o'z o'rnimizni to'g'rilab olganimiz yaxshi. Xitoyga yordam qilib Xitoyning parlaq kelgusini yaratsak, Amerikadagi turmushimizning parlaq kelgusini yaratgan bo'lamiz. Davomi keyingi sonda.